Assalomu alaykum hammaga. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun sizni pro firmalarni yutish shunchalik qiziqtiradi? Ehtimol buning sababi pro firmalar boshqarish kapitalini uning qiymatidan 20 barobar ko'p olish imkoniyatini beradi. Balki siz shunchaki internetda juda ko'p va jozibador payoutlarni ko'rib, o'zingizda ham shunaqa bo'lishiga ishonarsiz. Lekin keling, bugun reallikka bir nazar tashlaymiz. Aslida bu savolga javob sizni bularga emas, balki hozir hech qanaqa natijaga erisha olmayotganingiz sababli qiziqtiradi. Siz boshidanoq noto'g'ri yo'l tanladingiz. Yomon maslahatlarga ergashdingiz va bu tuzoqqa tushdingiz. Siz buning vaqtinchalik ekanligini, ozgina vaqt o'tgach hammasini tushunib yetaman deb o'yladingiz. Ammo afsuski, siz yondashuvingiz boshidanoq mag'lubiyatga mahkum. Gap shundaki, bunga 3 ta aniq sabab bor. Pro firmalarning 3 ta asosiy tuzog'i va bu sizni uzoq masofada yutqazishingizning haqiqiy sababidir. Bu sizni yomon treyder ekanligingizdan emas va siz bunda yagona emassiz. Siz shunchaki ushbu shafqatsiz statistikaning bir qismiga aylandingiz. Iltimos, videoni bir necha soniya pauzaga oling va mana bu raqamlarga qarang. Ekranda pro firmalardagi 90-95% treyderlar yutqazishi haqidagi ma'lumotlar bor. Esingizda bo'lsin. Bu statistikani pro firmalarning o'zlari bergan. Ha aytgancha, hamma pro firmalar aslida firibgar. Agar firibgar bo'lsa, demak videoni tugatish mumkin deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bitta lekini bor. Siz pro firmalar bilan ishlashda noto'g'ri yo'l tanlagansiz. Ammo boshqa variant ham bor. Savol, men qayerdan bilaman? Men pro firmalarda 4 yildan ortiq vaqtdan beri savdo qilaman. Dollar hisobida 200 mingdan ortiq pul yechib ko'rdim va umuman olganda men ularni barqaror ravishda amalga oshirishda davom etaman. Va eng qiziq tomoni shundaki, buning uchun men kuniga 20 minutdan ko'p vaqt sarflamayman. Men hatto grafikni tahlil qilishim ham shart emas. Men faqat bitta yondashuvdan foydalanaman va men faqat uni yangi prop qonun qoidalariga moslashtirishim kerak bo'ladi xolos. Ushbu 6 qismdan iborat videoda men buni butunlay ochib beraman. Lekin albatta, hammasi shunchalik yorug' emas. Men ham juda ko'p xatolarga yo'l qo'ydim. Hisoblarni yo'qotdim, payoutlarim, hatto saytda yozilmagan yashirin qoidalarga ko'ra rad etildim. Hozir hammasi o'tib ketgan. Men bu bosqichdan o'tdim, xulosalar chiqardim va endi men aniq tushunaman, pro firmalar sizni qanday yutishi va eng muhimi, bu tuzoqqa qachon tushmaslik kerakligi. Birinchi hiyla bilan boshlaymiz. Matematika. Keling, biroz vaqt ajratib kazinoga kiramiz. Ruletkani ko'rib, siz darhol tushunasizki, uni qanchalik ko'p aylantirsangiz, o'zingizni yo'qotishga shunchalik yaqinlashtirasiz. Bu sizni yomonligingiz uchun emas, ruletkaning matematikasi shunday qurilgan. Pro firmalarda mutlaqo bir xil narsa. Bu aniq realistik bo'lmagan maqsad qo'yish orqali amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda siz 8 yoki 10% emas, balki 80 yoki 100% foyda qilishingiz kerak. Qanday qilib? Shartli ravishda 100 ming dollarlik hisobni olamiz. Aslida u 100 minglik hisob emas, chunki maksimal yo'qotish drawdown atiga 10 mingga teng. Demak, bu hisob shu 10 mingga teng va undan bir tiyin ham ko'p emas. Bu shunchaki jozibador eshitilishi uchun marketing hiylasidir. Sizga 10 minglik hisobda 100% foyda qilasan deysa, rad etgan bo'lardingiz. Lekin 100 mingda 10% maqsad 10 barobar yaxshi eshitiladi. Ikkinchi bosqichda esa foydani 0 ga tushirib 50% foyda so'rashadi. Nega bitta hisobda 15% yig'ish aytilmaydi? Chunki yangi akkauntda siz yana drawdown hajmining 50% ni topishingiz kerak. Bu esa uzoq masofada sizni sindirish uchun tuzilgan matematikadir. Ikkinchi hiyla, yashirin qoidalar. Bular menga juda katta moddiy va ma'naviy zarar yetkazgan. Men instant fundingdan 100 minglik akkauntdan 5 ming dollar payout olish arafasidagi akkauntimni yo'qotdim. Sabab, tajovuzkor pozitsiyalar katta payoutlarni ular osonlikcha to'lamaydi. Eng yomoni, hech qayerda yozilmagan amaliyotlar bor. Masalan, ma'lum bir savdo patterni uchun bloklashlari mumkin. Ba'zi firmalarda fundedga o'tganingizdan keyin leverage kutilmaganda 2 barobar kamayadi. Bilmadingizmi? Bloklandingiz. Lotni oshirdingizmi? Bloklandingiz. Ko'proq lot ochib qo'ydingiz, bloklandingiz. Noto'g'ri pozitsiyaga kirdingiz, ketdingiz. Uchinchi hiyla. Bu so'zning to'liq ma'nosida hiyla emas, balki sanoatning, industriyaning evolyutsiyasi. 2023-yilda 4,5% risk bilan 2 kunda challenge o'tish mumkin edi. Hozir esa bu imkonsiz. Risk bo'limi sizni darhol qaytaradi. Siz 3 oy sarflab challenge-dan o'tasiz. Payout yuborganingizda esa siz yozilmagan qoidani buzgansiz deb rad javobini berishadi. Texnik yordam esa doim bir xil javobni beradi. Avval o'ting, keyin risk bo'limi ko'rib chiqadi. Bu tuzoq emasmi? Xulosa bitta. O'z vaqtida moslashmadingizmi? Yutqazdingiz. Ana endi videoni juda ham muhim qismiga kiramiz. Xo'sh, bularni qanday hal qilamiz? Birinchidan, strategiyani moslashtirish kerak. Nafaqat o'zingiz ishlayotgan prop kompaniyani, balki barcha yirik firmalarning qoidalarini o'rganing. Pro firma saytlarida, guruhlardagi bloklanish holatlarini tahlil qiling. Agarda odamlar yangiliklarda stop loss urilgani uchun payout ola olmayotgan bo'lsa, yangiliklarni butunlay unuting. Ularda savdo qilmang. Qoidalarni onlayn kuzatish. Men o'zim ishlayotgan prop kompaniyalarda 1 yil ichida 70 dan ortiq qoidalar o'zgarishi, FAQ bo'limida o'zgarishlarni kuzatdim. Siz ham o'zingiz uchun tahlil qilib borishingiz kerak. Va eng muhim qism matematika siri. Prop hisobining matematikasi shunday qurilganki, grafik qay tomonga borishdan qat'iy nazar yutadigan tizim qurish mumkin. Masalan, bitta hisobni ikkinchisiga hedge qilish orqali. Hozir hedgerlarni bloklasa-da, buni
ban riski ostiga tushmaydigan yangi yondashuvlari bor. Ikki treyderni solishtiring. Biri order block deb 2 oy vaqt sarflab yutqazadi. Ikkinchisi esa matematik tizim bilan ikkinchi bosqichni allaqachon tugatgan bo'ladi. Farqni his qilyapsizmi? Sizga sirasi aytishim kerak, har bir banddagi, har bir bo'limdagi yechim oddiy bo'lmaydi. Bu soha yangi kelganlarga nisbatan juda shafqatsiz. Xatolar uchun pul, vaqt va asabingiz bilan qimmat to'laysiz. Agar siz bu yo'lni mustaqil o'tishni istasangiz, yuqoridagi barcha muammolarga tayyor bo'ling. Lekin tajribali hamjamiyat bilan bu ancha oson. Men o'z tajribamni qaysi prop to'layotganligini, qaysi prop ban berayotganligini va qaysi biri firibgarlik qilayotganligini har kuni Telegram kanalimda baham ko'raman. Telegram kanalim ссылкасini описаниyadan topishingiz mumkin. Bitta narsani bilib qo'yishingizni xohlardim. Telegram kanalimga kurs yoki signal sotish uchun sizlarni o'tkazganim yo'q. O'z boshimdan o'tayotgan tajribamdan kelib chiqib ko'rib kechirayotgan barcha ma'lumotlarni xolisona baham ko'rish uchun o'tkazyapman. Ushbu 6 qismli videoda biz barcha yashirin qoidalarni bir-bir ochdik. Agarda birorta qismni o'tkazib yuborsangiz, bu sizning hisoblaringiz uchun hukm bo'lishi mumkin. Bu shunchaki tomoshabinni ushlab turish uchun gap emas. Keyingi qismda ko'rishguncha real hayotga xush kelibsiz.